Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana men bugun Andijon shahar Oltinko'l tumani Suyulduz mahallasiga bitta 1.30 lik pechkamizni o'rnatib berdik. Ishlarimiz yakuniga yetdi. O'tlarini yoqib qo'ydik. Tortishlari güzel holatda yonyapti. Pechkamiz oldi tomoni ikkita duxovkasi bor. Hozir orqa tomonini ham ko'rsataman. Uyimiz xaridorlik. 3,5 ga 5 metrli uyimizga mana bu orqa tomoni pechkamizni. Orqasida bir dona duxovkasi bor. Orqasida bir dona duxovkasi bor. Xizmatlar bo'lsa, pastdagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab yetkazib, o'rnatib beramiz.